Kitob bilim manbai. 23-aprel Xalqaro kitobxon va mualliflik huquqini himoya qilish kuni. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, jumladan shunday degandi: hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi. Kitob insonning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kitob o'qigan insonning aqli charxlanib, ma'naviyati boyib, yetuklik sari ildamlayveradi. Kitob o'qimagan insonning ongi esa ma'naviy qashshoqligicha qolaveradi. Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni chuqur egallashning yo'li esa bitta: kitob o'qishdir. Kitobdan tarqaladigan va elektron nashrdan topib bo'lmaydigan o'ziga xos yoqimli hidni tuyib, varaqlash asnosida mo'jizaviy sahifalarning sirli tishtirlashidan ko'ngil cheksiz zavqqa to'lgan holda kitob mutolaa qilish, uning mazmuni haqida tengdoshlar bilan fikr almashishning huzur halovati tamoman o'zgachadir. Sohibqiron Amir Temur ta'biri bilan aytganda, kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni yaratuvchi murabbiydir. Shu ma'noda, shaklidan qat'iy nazar, barcha kitoblar milliy o'zligimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishga xizmat qilishi ayni muddao. Alisher Navoiy hazratlari deydilarki, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai. Xalqimizda kitob o'qib, munosib ta'lim-tarbiya olish, ilm-fan bilan shug'ullanishning ahamiyatiga doir maqollar ham juda ko'p. Jumladan, kitobsiz aql qanotsiz qush, baxt belgisi bilim, bilim aql chirog'i, ilm baxt keltirar, bilim taxt keltirar, hunar oqar buloq, ilm yonar chiroq, oltin olma bilim ol, bilim olsang bilib ol. Bunday purhikmat naqllarni uzoq davom ettirish mumkin. Necha ming yillardan buyon insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli bo'lishining muhim omili bu kitobga do'st bo'lish va kitob o'qishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning hayotida kitobning alohida o'rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.